Bektemирский rayon Qo'yliqdamiz. Okalar, Qo'yliq mo'g'sidan Coca-Cola tarafga 3 kilometr tushib kelganinglarda, mana shu 7 sotkalik uyimiz sotuvga chiqdi. Fasadning o'zi 30 metr. Hozir uyimiz tez obzor qilib beraman, okalar. Uyimizni obzordan oldin, okalar, Food City tarafdan, Qo'yliq Optimdan, Elija Coca-Cola tarafdan uy qidirib yurgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Bismillah. Mana hovlimizni chiroyli boqib qo'yishdi. Akalar, uyimizni toza to'rburchak. Quruvchi akalarimiz uchun ham zo'r obyekt. Uyimizda общий 5 ta xona. Hozir xonalarni bitta-bitta obzor qilib beraman. Bismillahirrohmanirrohim. Uy kirib kelganda mana shu katta hol kutib oladi. Xonamiz. Birinchi xonamiz. Ikkinchi xonamiz. Ikkinchi xonamizga zal. Zalga ikki taraflama kirish qilib qo'yishgan. Detskiy. Bu yoqda sanuzolamiz. Bu yoq podvol ekan. Okalar, uyimizning startoviy narxi 110 ming. Bundan ham faizli, bundan ham yaxshi obyektlarni o'tkazib olmaslik uchun bizning kanaldagi podpiska bosinglar, like, kommentariy esdan chiqmasin.